Mana bugun ustoz va murabbiylar kuni. Barcha ustoz va murabbiylarni ushbu kun bilan muborakbod etaman. Barchani o'zini bir qalbi tan olgan ustozi bo'ladi. Albatta shu ustozga ehtirom ko'rsatgisi keladi, hurmat ko'rsatgisi keladi. Shunday ustozlar borligi uchun juda ham baxtiyormiz. Shunday hurmatimizga ko'nglimizdan joy olgani uchun bularga cheksiz rahmatlar aytamiz. Men ham bugun bir ustozimni tabriklamoqchiman. Ushbu kun bilan chin qalbimdan menga hech kim aytmagan so'zlarni, hech kim bildirmagan narsalarni menga o'rgatgani uchun shu insonni meni qalbim, meni yuragim, ichim tan oldi ustoz deb. Shuning uchun ham men ushbu ustozni tabriklashga qaror qildim. Bugun ustoz buni bilmaydi tabriklashimni. Hozir ustozga kutilmagan holat bo'ladi. Shuning uchun hozir opani kutib o'tiribman. Xudo xolasa tez fursatda opani birgalikda tabriklaymiz.